To'g'risini ayting, qaysi ko'ynaklarim yoqyapti? Hammasi bir-biridan chiroyli, ammo qanaqa energiyaga to'la bu ko'ynaklarimni ko'rsatganimni sizlar просто miyangizga sig'dira olmaysizlar. Narxini вообще zo'r narx chiqarib beryapmiz. Qizlar 295 ming so'mdan yenglar, shunaqa fanarikli 100% havo o'tkazib beradi. Mana bu ko'ynagim modelini qarang, ustidagi gullarni qarang. Haqiqatda o'zi gulga gulli berib bo'lmaydi deyshadi, bilasizlar? Просто siz gulsiz ustingizga yana bitta gul kiyib olsangiz, voy, вообще ado bo'ladi, qoladi. Men sizga hozir ranglarni ko'rsataman. Mana bu rozvoy rangini qarang. Rozvoy rangi ham mana bu ustimdagi ko'k ham chiroyli. O'zi qaysi birini kiyishni bilmayman. Endi mana bu variantiga nima deysizlar mana bu? Xazon bo'lib yonib ketdi. Xazon gulli variantlaridan ham bor o'rtoqlar. Turkiya ashilda ko'ynaklarimizdan vibr juda ham ko'p. Dilmoz filiallardan olib ketsanglar bo'ladi. Sizlarga birinchi bo'lib hali tovarlarimiz skladdan chiqib ketmasdan men sizlarga obzorlarni joylayman. Xudo xohlasa bemalol do'konlarimizga kelib xaridinglarni amalga oshirib ketsanglar bo'ladi. Navoiydagi qizlar Dilmoz Senchdan dastavka qilib beraman yiligacha. Razmerlarga umuman ikkilanmasanglar ham bo'ladi.